Talabalar Koreya elchixonasiga hujjat topshirayotgan paytlarida ulardan study plan yozib berishlari kerak. Study plan bu o'qish rejasi, ya'ni talaba Koreyaga borib, o'qib, u yerdan qaytib kelguncha nima faoliyat bilan shug'ullanadi, xuddi shuni taxminiy ish rejasi desak ham bo'laveradi. Study plan juda ham muhim, chunki bu elchixona va sizni o'rtangizdagi aytarli suhbat desak ham bo'ladi. Faraz qiling, siz do'stingizga yoki bo'lmasam elchixona xodimiga Koreyaga nimaga ketayotganingiz va kelib nima ish bilan shug'ullanishingizni tushuntirib beryapsiz. Bandma-band, birma-bir tushuntirib beryapsiz. Xuddi shu narsani endi faqat qog'ozda ekiz bo'ladi. Mana bu study plan yoziladigan blanka, birinchi varaqqa yoziladigan narsa bu Koreyaga nima uchun o'qish kerak. Ya'ni Koreyada birinchi varaqda talaba Koreyada nimaga o'qimoqchiligi haqidagi yoziladigan. Birinchi varaq talaba Koreyada nimaga o'qimoqchiligi haqidagi yoziladigan joy. Ikkinchi varaq bo'lsa Koreyada o'qib nima faoliyat bilan shug'ullanmoqchiligi haqidagi taxminiy rejalar. Study plan qo'lda yoziladi, to'ldirib yozish shart. Ya'ni ko'pchilik 4 ta 5 ta gap yozib qo'ysam bo'ladimi deydi. Yo'q, qo'lda yozish kerak, to'ldirib yozish shart. Ko'k ruchkada yoziladi. Talaba o'z ism familiyasi va study planni yozgan sanasi qo'yiladi. Keyingi savol, study plan qanday yoziladi? Birinchi navbatda tanishtiruv, o'zingizni tanishtirishdan boshlaysiz. Misol uchun, meni ismim Abdullajon, men 2004-yilda tug'ilganman. Andijon shahar, qaysidir misol tumanda. Keyingisi oxirgi o'qigan joyim haqida ma'lumot. Ya'ni men mana bu maktabda, mana bu shaharda joylashgan, mana bunaqa fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman desangiz bo'ladi. Keyingisi o'zingizning qiziqishlaringiz va aniq rejalaringiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz bo'ladi. Keyingisi eng asosiysi nimaga Koreyada o'qimoqchiligingiz, nimaga O'zbekistonda o'qimayotganingiz yoki bo'lmasa nimaga O'zbekistonda o'qib turib endi Koreyada o'qimoqchiligingiz, nimaga aynan shu universitetda o'qimoqchiligingiz va o'qish davomida sizni moliyaviy tomondan kim qo'llab-quvvatlaydi. Shu haqida har bitta bo'limiga 3-4 tadan gap yozsangiz, o'zi birinchi varaq to'lib qoladi. Faraz qiling, siz Koreyada o'zi o'qib bo'ldingiz, aytaylik TOEIC yo bo'lmasa IELTS 5.5 daraja bilan borgan edingiz. Sizning rejangiz bo'yicha TOEICingizni 5-6 qilishingiz kerak, yo bo'lmasa aytaylik IELTSingizni 7 qilib Koreyaga borib karsini o'rganishingiz kerak. Mana shu sizni o'qish davomida va bitirgandan keyingi rejalariga kiradi. Misol uchun aytib o'tyapman. Keyin qaytib kelganda qayerda ishlamoqchisiz? Shu haqida ham yozsangiz kuchli bo'ladi. Misol qaysidir zavod yo bo'lmasa qaysidir bir joyda yo bo'lmasa aytaylik o'zingiz yangitdan biznes boshlamoqchimisiz? Shu haqida yozsangiz ham bo'ladi. Keyingisi O'zbekiston nima uchun Koreyada o'qigan talabaga muhtoj? Shu haqida ozgina fikringizni bildirib o'tsangiz ham bo'ladi. Ya'ni siz Koreyada o'qib kelib O'zbekistonda nima qilib bera olasiz? Qo'pol qilib aytganda, xuddi shu savolga javob bersangiz bo'ladi. Keyingisi uzoq muddatli long term dedi. Uzoq muddatli hayot rejangizni yozishingiz ham mumkin. Aytaylik, oila, barqaror ish, biznes ochish haqida, bo'lmasa Koreya O'zbekiston aloqalariga qanday ta'sir o'tkaza olasiz? Siz Koreyada o'qish orqali xuddi shunaqa bir shu haqida bir o'ylab ko'ring, keyin study planingizni yozsangiz o'zi ikkinchi varaq ham to'lib qoladi. Study plan yozishda eng ko'p uchraydigan xatolar bu internetdan tayyor kimdir yozib qo'ygan study planni shundoq ko'chirib olib qo'yish. Siz study planni yozib beradigan odam, ya'ni elchixona xodimi sizdan ancha professional va ancha psixolog odam. U sizdan oldin ham xuddi shunday yozilgan study planlarni o'qib, o'rganib ketgan. O'shaning uchun bunday xatoni yo'l qo'ymang. Ya'ni sizni study planingizni yana kimdir ham yozib olib kirgan bo'lishi mumkin. Buni study planni avval ham o'qib ko'rganman deb turib sizga shunchaki отказ berib yuborishi ham mumkin. Keyingisi juda professional. Ya'ni ko'pchilik study plan yozayotganda ustoziga yo bo'lmasam yaxshiroq o'qiydigan bir do'stiga yozdirib qo'yadi. Siz darajangiz TOEIC, IELTS 5.5 mi? Siz o'zingizni darajangizdan yuqori bo'lgan do'stingizga yozdirmang. Chunki sizning do'stingiz misol TOEIC 4 bo'lishi mumkin, TOEIC 3 bo'lishi mumkin. Baribir study planda bu narsa bilinib qoladi. Ya'ni siz darajangiz IELTS 5.5 yo bo'lmasa TOEIC 2 edi, lekin study planingiz
juda ham yuqori darajada yozilgan, juda professional darajada yozilgan. Bu albatta elchixonada juda ham sezilib qoladi, chunki ular bundan oldin xuddi shunaqa study planlarni o'qib o'rganib ketishgan. Keyingisi ChatGPTdan foydalanish. ChatGPTdan foydalanmaslik kerak demayman. ChatGPTdan foydalanish kerak, faqat ideya olish uchun. ChatGPT yozib bergan study planni birga bir ko'chirish kerak emas. ChatGPTdan ideyalar olib, uni o'zingizga moslab yozsangiz bo'laveradi. Faqat o'zingizning darajangizda yozing. Chunki ChatGPTning darajasi juda baland. Bu sizning darajangizga umuman to'g'ri kelmaydi. Hattoki IELTS 8, TOEIC 5 daraja olgan bo'lsangiz ham ChatGPTning yozib bergani siz darajangizga to'g'ri kelmaydi. Chunki ChatGPTning darajasi undan-da baland. Keyingisi Koreyada o'qish davomida ishlashingiz haqida yozib qo'ysangiz, bu juda ham qo'pol xato, chunki siz o'qigani ketyapsiz, ishlagani emas. Keyingisi universitetingiz haqida hech nimani yozmaslik, bu juda ham qo'pol xato. Chunki siz qayerga ketayotganingizni, qaysi universitetga ketayotganingizni, o'sha universitetda qaysi yo'nalishda o'qimoqchiligingizni batafsil yozib berganingiz yaxshi. Bu nima degani? Elchixona xodimi o'qib ko'rib, bu qayerga ketayotganini bilar ekan, har bittasini bitta-bitta o'rganib chiqibdi deb sizda yaxshi taassurot qoldiradi. Siz IELTS bilan ketasizmi, koreys tili TOEIC bilan ketasizmi, farqi yo'q. Muhimi Koreyaga borganda koreys tilini mukammal o'rganaman deb albatta qo'shib qo'ying, chunki koreyslar koreys tilini o'rgangan o'quvchini juda ham yaxshi ko'rishadi. Agar sizni yoshingiz katta bo'lsa, yo bo'lmasam o'qishni bitirganingizga 3-5 yildan oshib ketadigan bo'lsa, aytaylik, o'qigan sohangiz boshqa-yu, lekin Koreyada tanlagan sohangiz boshqa bo'lsa, siz kollejda yo bo'lmasa maktabda meditsina sohasiga kuchaytirilgan maktabda o'qigansiz. Lekin Koreyaga ketayotgan yo'nalishingiz biznes sohasi. Meni tushuntira oldimmi? Ya'ni siz kollejda yo bo'lmasam boshqa joyda meditsina sohasi bo'yicha o'qigansiz. Buni sizning diplomingiz aytib turadi. Lekin siz endi Koreyada o'qimoqchi bo'layotgan yo'nalishingiz biznes sohasi. Elchixona aynan mana shu joydan ham ushlaydi. Ya'ni nimaga bu avval meditsina sohasida o'qiyapti-da, yo bo'lmasa aytaylik oshpazlik sohasida o'qiyapti-da, endi birdaniga biznesda yo bo'lmasa endi birdaniga bir IT da o'qimoqchi. O'zi buni maqsadi nima deydi. Aytaylik meditsina sohasida o'zimni ko'rmadim, shuning uchun biznes sohasida o'zimni sinab ko'rmoqchiman desangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam men meditsina sohasida o'qib o'rgandim, endi meditsina sohasiga oid biznes boshlamoqchiman. Xuddi shuning uchun men biznes sohasida ham o'qishim kerak deb yozing. Yo bo'lmasam topshirgan yo'nalishingiz meditsinadan keyin IT bo'lsa, misol uchun meditsina sohasida o'qib o'rgandim, men ko'rdimki IT yechimlar meditsina sohasiga juda ham kerak ekan. O'shaning uchun men IT sohasida o'qib, meditsina sohasida bir yangilik qilmoqchiman, xuddi shunaqa narsalarda deb bir o'zingizni oqlasangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi yo'nalishingiz, avvalgi o'qigan, o'tmishdagi yo'nalishingiz hozirgi Koreyada o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishingizga to'g'ri kelmayaptimi? Bir-biridan farq qiladimi? Marhamat qilib batafsil tushuntirib qo'ying. Bitta-ikkita gap bilan tushuntirib yorsangiz bo'ladi. Elchixona buni qanday ko'radi, bilasizmi? Bir sohada o'qidi, birdan boshqa sohani tanlab qoldi. Demak, bu odam Koreyaga kirib olsa bo'ldi. Ya'ni kirish osonroq yo'nalishni tanlayapti deb qabul qiladi. Ya'ni siz bitta sohada kollejda o'qidingiz, endi siz boshqa sohaga o'qishingizni davom ettirmoqchisiz. Koreyaning elchisi nima deb qaraydi? Bu prosta Koreyaga kirib olmoqchi xolos. O'shaning uchun xohlagan bitta kirish oson bo'lgan universitetga, kirish oson bo'lgan yo'nalishiga o'qishga kirib olibdi deb qaraydi. O'shaning uchun siz nimaga u sohadan bu sohaga o'tib ketayotganingizni yaxshiroq bir 2-3 ta gap bilan tushuntirib bering. Muhimi rostini aytishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, o'qishni bitirganingizga 3 yildan 5 yildan oshib ketib qoldi. Shu 3 yil 5 yil mobaynida siz haligacha o'qishga topshirmadingiz. Shuni siz rostini ayting. Misol uchun aytaylik, maktabni bitirganingizdan keyin 3 yil davomida koreys tilini o'rgandingiz, qayerda ishladingiz, qayerda o'qidingiz, xuddi shu narsani aytsangiz bo'ladi. Ya'ni faraz qiling, siz maktabni yo o'qishni yo kollejda bitirganingizga 3 yildan 5 yildan oshib ketib qoldi. Endi topshirayotganda ko'pchilik o'yladi, men bitirganimga ancha bo'ldi, yoshim ham katta bo'lib qoldi, o'shaning uchun men rad olishim mumkin, ya'ni отказ olishim mumkin deb o'yladi. O'shaning uchun siz
o'ylanmasdan rostini aytib yozsangiz bo'laveradi. Misol uchun men bitirib Rossiyaga ketib ishladim, mana shunaqa narsalarni o'rganib keldim Rossiyada. Yo bo'lmasa aytaylik, bitirgandan keyin mana bu zavodda ishladim. Ana endi pul topib, mehnat qilib, endi Koreyaga ketmoqchiman desangiz bo'laveradi. Va eng asosiysi avvalgi o'qish sohangiz bilan hozirgisini bog'lang, agar ikki xil bo'lsa. Misol uchun aytaylik, kollejda siz svarka sohasida o'qigan bo'lsangiz va Koreyaga ketmoqchi bo'lgan yo'nalishingiz ham svarka bo'ladigan bo'lsa, bu gap so'zsiz. Siz o'zingiz o'qigan sohani Koreyada davom ettirmoqchisiz. Bu gap so'z yo'q. Keyingisi 100% ishlaydigan formula. Oxirgi slayd. O'zingiz haqingizda tanishtirasiz. O'qishingiz haqida gapirasiz, qiziqishlaringiz haqida gapirasiz, nimaga Koreyada o'qimoqchiligingizni aytasiz, nimaga shu universitetda o'qimoqchiligingizni aytasiz, kelajakda nima planlar qilmoqchisiz shu universitet bilan birgalikda va O'zbekistonga qaytgach nima qilmoqchiligingizni 3-4 ta gap bilan tushuntirib bersangiz, study planingiz to'liq yozilgan bo'ladi va mukammal study plan bo'ladi. Shunda sizni study plan orqali отказ bo'lib ketishingiz ehtimolligi pasayadi.